25 aprel kuni Dünya Uyg'ur Qurultiyi va Xatar ostidagi millatlar tashkilotining vakillari Uyg'ur emgak kuchlarini majburiy ishlatish bilan ayblangan Germaniya ximiya sanoati shirkati BASFning yillik yig'ini o'tkaziladigan Rosengarten markazi oldida namoyish o'tkazgan. Dünya Uyg'ur Qurultiyining bu vaqtdagi bayonotidan qaraganda, shirkatning ijroiya direktori Martin Berudurumollar shirkatning yillik yig'inida Xitoy bozorini davomli echish, u yerdagi yangi zavodlarni qurish haqida so'z qilgan hamda o'zining Uyg'ur elidagi zavodlarda Uyg'ur majburiy emgak kuchlarining ishlatilganligini rad qilgan. Amerika davlat katibi Antony Blinken 4-ayning 24-kunidan 26-kunigacha Xitoyni ziyorat qildi. Egilinishcha, Amerika davlat ishlar katibi va Xitoy amaldorlari ikki taraflik munosabatdagi muhim nuqtalar va bir qator rayon va dunyoviy masalalarni muzokara qilgan. Blinken ziyarati jarayonida Hong Kongning avtonomiyasi va demokratik organlarining yimirilishi bilan Xitoyning Sharq Turkiston va Tibetning kishilik huquq dafsandichiligini tilga olgan. Shundaqla Xitoyning davlat alqagan besimi va yakka delolardan ansiraydiganligini o'ttirg'a qo'ygan. Xitoyning majbur organ yig'ish mahsulotiga qatnashgan, keyin pashqig'uvchiga aylangan Uyg'ur doktor Anvar To'xta Xitoyning Sharq Turkistondagi a'zolarni yig'ish va rahga munosabatli qorong'u maxfiyatlikni oshkorlashga yordam berdi. Bir qurolliq saqchi Uyg'ur doktor Anvar To'xtaga Urumchi sirtidagi o'lim jazosi ijro qilish o'rnida texi o'lmagan mahbusning a'zolarini elib olishni aytdi. U bu vahshiyatni ular meni o'ltirdigan bo'ldi deb o'yladim deb tasvirlaydi. Bu 1995-yili bo'lib, Anvar To'xta Urumchi shahridagi Temir yo'l markazi doktorxonasida o'sma kasalliklari doktori bo'lib ishlayotdi. Uning Xitoyning Sharq Turkistondagi a'zolarni yig'ib olish jinoyati, shundaqla yadro sinoqlari bilan rak nisbatining yuqoriligi to'g'risidagi oshkorlashi uni 1998-yili oldi bilan Turkiyaga, ondan Londonga qaytishga majbur qilgan. 3 kunlik Xitoy ziyoratini oxirlashtirgan Amerika davlat ishlar katibi Antony Blinken Xitoyning Amerika saylamiga ta'sir ko'rsatish va aralashish urinishlari haqida dalillarning borligini aytdi. Egilinishcha, Amerika davlat ishlar katibi Blinken 26 aprel Xitoy ziyoratining oxirgi kuni Beyjingda axborot yig'ini o'tkazib, agar Xitoy Rossiyaning Ukraina urushiga yordam berishni to'xtatmasa, Washingtonning Xitoyga qarshi tadbir qo'llanadiganligini ogohlantirgan. Iroqning Xitoydan CH-5 tipliq uçqusiz aeroplan setib olganligi Iran Osiyo qo'mondonlik shtabi tunishtirgan sini orqali isbotlandi. 4-ayning 21-kuni e'lon qilingan sinda kishining diqqatini tortadigan uchurlar kirgizilgan bo'lib, Bag'dodda o'tkazilgan bir yarmankida Iroq quruqliq Osiyo qo'mondonlik markazining o'rni ko'rsatilgan. Sini orqali Iroqning Xitoyda ishlangan CH-5 uçqusiz aeroplanni setib olganligi isbotlangan.